Buxoro Saidlop she'ri bilan o'zbek-turkman do'stligi, qardoshlik ramzi. Bir-biriga tutash Jayhon bo'ylari, bir-biriga tutash Jayhon bo'ylari, yamma-yamdir o'zbek turkman uylari. O'zbek bilan turkman ikkita qardosh, azaldan birodar, suyanch yelkadosh. Azaldan birodar, suyanch yelkadosh. O'zbek turkman sozin navosi o'xshash, o'zbek turkman sozin navosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash, o'zbek turkman sozi navosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash. Yaşab keladilar yan qo'shni bo'lib, amuda suv ichib jon qo'shni bo'lib. Yaşab keladilar yan qo'shni bo'lib, amuda suv ichib jon qo'shni bo'lib. Hamisha faxr etib bir-biridan, boshi osmondadir do'st taqdiridan. Hamisha faxr etib bir-biridan, boshi osmondadir do'st taqdiridan. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. Türkmen başlagudik olsa toy bazmı, devrede yayraydi Navoiy nazmi. O'zbek xonadoni toy boshlasa agar, unda maqtim qiliy sozi jaranglar. O'zbek xonadoni to'y boshlasa agar, unda maqtim qiliy sozi jaranglar. O'zbek turkman sozin navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. O'zbek turkman sozi navosi o'xshash, ikkita diyorning havosi o'xshash. Ikkita diyorning havosi o'xshash. Xorazmu Buxoro. Hurmatli tomoshabinlar, men Buxoroda gastrolda yurganimda
Özü bugün yetip keldik, ustozning yubileyini eshitib. O'tgan yili Xorazm inqilobining 60 yillik yubileyi bo'lganda Toshpo'lat Hamid degan shoir Xorazmga boradi. Shu yubileyni o'tkazib bo'lib, Erkin Samandarov bilan ikkalasi bir mashinaga tushadi-da, ko'na urgancha borib kelaylik, yurib ketdik deydi. Ko'na urgancha ketadilar, 2 soat yo'lda mushoira qilib ketaveradi bular ikkisi. Har qaysi qo'lida bir o'pish tetrad, bir qalam chiroyli qilib. Qarasam bir gazetada bir beti dolu ashullar bitin. Xorazm va Buxoroda yani. Men aytdim, buni nishatib, buni hammasini aytib berib bilamiz. Buning uchun bir gazet kerak. Shuning uchun men maqsad qilib qo'ydimki, shu Xorazm Buxoroni bir 10 minutligini ashullar qilishni maqsad qildim. Shundan sizlarga ozginasini aytib beraman. 10 minut olmasam ish qilib 8 minutda boradi. İki ulu var diyar, bu ulu Asiyada. İki ulu var diyar, birbiriga tutashgan taqdir tarixi bor. San'ati so'zdirlari elde topib e'tibor. O'zbekiston sha'niga qo'yib bergan poydevor. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro. Dardin darig tutmagan Davrul aman zaman bu, Davrul aman zaman bu, saadetli devran bu. Akşöylege yoğrulgan minare-i kelan bu. Alыс alыс yol basıp alem körgen kervan bu. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro. Köhne uryanç xiva bu, dilber kaşaneler, rakkavsa kız ana gül, mehveş cananeler. Sende yaşar bahtiyar, tali pervaneler. Tuttu hakikatge 100.000 yıllık efsaneler. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro. Do'st azaldan Xorazm Buxoro, ko'z ila tosh gazaldan Xorazm Buxoro.
havuz ipkini dilde tulkun yaratdı. Dil tulkuni asavmaj kumda altın yarattı. Ustaz Damla Halim ölmez talkın yarattı. Hacı Xanu Kamil Can dilden talkın yarattı. Dost ezelden Xorazm Buxora köz ile kaş gazelden Xorazm Buxora. Dost ezelden Xorazm Buxora köz ile kaş gazelden Xorazm Buxora. İbn Sina ilmiga bütün cihan bulup ram biruni kuli birlen Allame'ye sündü cam. Oşal kadak cerengi her dağda bulgen eyyam. Taş Polat Hamid ibn Urgenci'ye ihtiram. Dost ezelden Xorazm Buxora köz ile kaş gazelden Xorazm Buxora. Dost ezelden Xorazm Buxora köz ile kaş gazelden Xorazm Buxora köz ile kaş gazelden